Uni vafotidan keyin ham erkaklar uni o'z holiga qo'yishmagan. Jozibali Marilin Monro. Marilin Monroning vafotidan keyin reportyorlar voqea joyiga kelib, Marilinni har xil holatda suratga olib sotishgan. Eng yomoni morgdagi охранаlarni sotib olishgan. Marilin Monro 4 kun morgda bo'lgan bo'lsa, 4 kun har xil kishilar, puli borlar kelib, u bilan bemalol vaqt o'tkazib ketishgan. Aytgancha, rasmlarga ham olishgan, yalang'och holatida. Mana shu amaki Marilin bilan butun umr birga bo'lish uchun uni qabrini tepasidan joy olgan va u yuzini pastga qaratib yotqizishni istagan. Butun umr Marilinga qarab o'tish uchun. Uning yonidan Playboy Hugh Hefner ham joy olgan. Aytgancha, Hugh Hefner haqida alohida video chiqarganman, uni jirkanch ishlar haqida. Qiziq bo'lsa, qidirib topib ko'rsanglar bo'ladi. Marilinni 24/7 охранаlar qo'riqlashgan, chunki uni o'g'irlab ketmoqchi ham bo'lishgan jasadini. Yaqinlari Marilin haqida ma'lumotlarni juda ham katta pullarga sotishgan. Marilin Monroning nafaqat talanti, balkim uni vafoti ham olamga katta shov-shuvlar olib kelgan. Video haqida o'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus qo'yish esingizdan chiqmasin.